Ассаламу алейкум, мои братья и сестры. Обязательно досматривайте ролик до конца. Поставьте лайк и напишите свое мнение в комментарии. Парень с Узбекистана уехал в Соединенные Штаты и начал говорить, что он якобы атеист, не верит ни во что, и просто начал топтать Коран, рвать, сжигать и также бросать в унитазы. Братья, ставьте лайки, чтобы этот ролик распространился и скорее его нашли. И также он, чтобы по всем рамкам закона ответил за свои поступки, за то, что он оскорбил всех мусульман во всем мире. Это просто каким должен быть человек безумным, да, на видео кричать, орать, ругать людей, да, которые верят в ислам, и также вот так поступать с священным писанием Коран. Обязательно досматривайте ролик до конца, берегите себя. Всем ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Уважаемые братья и сестры, уважаемые подписчики, всех вас приветствую благословенным днем, Йом аль-Джумга. Пусть Аллах Та'аля примет все ваши садакат на пути Всевышнего Аллаха Субхана Тааля. Строительство краевой соборной мечети города Перми по адресу Льва Гагарина, 74, продолжается. Посланник Аллаха Мухаммад, саллаллаху алейхи салям, сказал, что после смерти три вещи идут в могилу человеку, как текущая милостыня, и становится прощение его грехов. Это праведный ребенок, валядну салихун, ядгугуля, праведный ребенок, который будет читать за них. Это мечети, когда он оставляет их, помогает в строительстве. И третье — это знание. Остальное, все, что мы любим, и все, что для нас дорого, это все остается в мире, и никакой пользы вам не принесет. Пусть Аллах Та'аля примет все ваши благодеяния, садакат на пути Всевышнего Аллаха. Ateistman. Do'stlar, videoni tarqatamiz. Muhammad payg'ambaringni aytyapman. Gandon Muhammad payg'ambaringni Allohingga qutag'im o'shani aytyapman. O'sha san uchun prezident-ku. Pushaymonman qilgan ishim uchun. Ota-onamni xafa qildim. Yer yuzidagi jamiki musulmonlar 2 milliarddan xafa qildim. Qilgan ishimdan pushaymonman. Rostdan chin yuragimdan men pushaymonman. Bu kitobdan qasos olib qo'ydim. Shunaqa yomonlik qilib qo'ydim. Pushaymonman. Alloh ilohim Men sizlarga to'liq videoni qo'yib bera olmadim. Albatta kechqurun to'liq videoni qo'yib beraman, lekin bu oddiy kechirimi bilan bizdan endi qutula olmaydi. men ateistman. Bu Allohning kalomi, Qur'oni Karim, kitob, musulmonlar uchun birinchi o'rinda turadigan kitob. Do'stlar, videoni maksimum tarqatamiz va Amerikada yurgan barcha o'zbek aka-ukalarimizga, musulmon aka-ukalarimizga barchasiga attushi rahmatimizni aytib qo'yamiz. Bolani tutib olishib, butun xalqdan, butun musulmonlardan kechirim so'rashdi. Do'stlar, videoni maksimum tarqataylik va kechqurun sizlarga albatta to'liq videoni qo'yib beraman. Gazini bosdik. Buningizga barim kitobni. Barchaga assalomu alaykum do'stlar. Ekrandagi mana bu iflos bolani ko'rgan, bilgan, taniganlar bo'lsa iltimos aloqaga chiqinglar. Bu haromvachcha через Meksika orqali Amerikaga borib olib, 1 so'm 2 so'm o'sha umriga ko'rmagan pulni ko'rib, o'zini yo'qotib qo'yib, do'stlar hozirda o'sha o'zini sotsial setlarida butun musulmonlarni haqorat qilgan holatda Qur'onni oyoq osti qilib, uni do'stlar urib, tepib, oxiri unitazlar, ya'ni tualetlarga tashlab, ustidan peshob qilib, bu haromi oxiri yondirdi. Qur'onni yondirgan bu o'zbek yigitini ota-onasi ko'rsin. Videoni maksimum tarqatinglar. Amerikada yurgan, ko'kragini ko'tarib, men musulmonman deb yurgan aka-ukalarga iltimosimiz. Men Instagramimda ham, YouTube kanalimda ham buni dalilini topib sizlarga tashlab beraman. Men efirimda, keyingi efirlarimda, keyingi videolarimda chiqaraman. Instagramda ham, YouTube'ga ham. Ism, familiya, otishma, qayerda tug'ilgan bu haromini men informatsiya topib beraman sizlarga. Faqat iltimos sizlardan butun Amerikada yurgan musulmon aka-ukalarimiz, o'zbekmisiz, tojikmisiz, qozoqmisiz, turkmanmisiz, qirg'izmisiz, aka-ukalar barchalaringga iltimos, buni ustidan jinoiy ish ochirib, deportatsiya qildiringlar. Deport qildiringlar. Biz musulmonlar, biz o'zbek, tojik, qirg'izlar, O'zbekistonda yurganlar, Tojikistonda yurganlar, sizlardan, Amerikada yurgan akalarimizdan talab qilamiz. Bu haromini bizlarga topib beringlar va deport qildirib jo'natinglar. Videoni maksimum tarqatinglar aka-ukalar va marhamat, qilgan ishini ko'ringlar.